Assalomu alaykum, siz bilan yana doktor Alimov va Vatan tibbiyot markazi. Xo'p, bizda kelib tushgan ko'plab bemorlarning savoliga javoban migren o'zi qanday kasallik, migren kasalligini qanday davolash mumkin va bu kasallik nimadan keyin kelib chiqadi va migren kasalligi bilan qanday yashash kerak? Shu savollarga javob berishga harakat qilib o'taman. Migren atamasi birinchi marta qadimgi Gretsiya tibbiyot manbalarida gemikranium, ya'ni boshning bir tomonida og'riqlovchi og'riqlar nomi bilan keltirib o'tilgan. Bu so'zning yillar, zamonlar o'tishi bilan o'zgarib, migren nomi ostida qolib ketgan. Xo'sh, bu kasallikning qanday asosiy belgilari mavjud? Ko'pincha migrenda boshqa bosh og'riqlaridan farqli ravishda boshning bir tomonida, ayrim paytda ikki tomonlama ham kuchli luqillovchi og'riqlar bilan namoyon bo'ladi. Og'riganda ko'pincha ko'ngil aynishi, qayd qilish, ko'pincha fotofobiya, ya'ni yorug'likdan qo'rqish, qorong'uxonaga kirib olish bemorlarda. Ikkinchisi fonofobiya, ya'ni baland ovozlardan qo'rqish, ko'proq tinchlikni xohlash. Uchinchisi, bu keyingi belgi bu asabiylik, injiqlik, tajanglikning xurujlardan oldin kuchayib ketish holati. Migrenga xos bo'lgan xususiyat bu davriylik. Bu nima degani? Bir oyni 30 kun deb olsak, kamida 3 kun, 4 kun, ayrim paytda 5 kun davomida kuchli bosh og'riqlarining bo'lishi, juda qattiq og'riqlar bo'lishi, kuchli xurujlar bo'lishi va 3-4 kundan keyin og'riqlarning intensivlik darajasining susayishi yoki yo'qolishini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, migrenni o'zi nimadan keyin kelib chiqadi? Buni asosiy sabablardan birinchisi bu genetik faktorlar. Migrenga qaraydigan bo'lsak, 3:1 nisbatda ayollarda ko'proq uchraydi. Erkaklarda 3 barobar kamroq uchrashi mumkin. Asosiysi bu genetik faktor deganimizda nasliy, otasida bo'lsa, onasida bo'lsa yoki boshqa bir nasliy faktorlardan 80-85% holatda o'tadi. 10-15% holatda esa bu sporadagik, ya'ni hayotda orttirilgan bo'lishi mumkin. Ikkinchi teoriya bu organizmdagi gormonlarning boshqarilishi. Ya'ni ko'pincha ayollarda deganimiz, ayollardagi estrogen va progesteronning to'g'ridan-to'g'ri boshdagi qon tomirlariga ta'siri natijasida ham migren xurujlari yuz berishi mumkin. Uchinchisi bu boshdagi uch shoh nervning tarmoqlarining ta'sirlanishi va vazogen bosh qon tomirlarida o'zgarish tufayli ham migrenni bevosita xurujlarga olib kelinish nazariyalari mavjud. Endi bu kasallikni davolash uchun qanday zamonaviy metodikalar mavjud? Birinchi metodika bu to'g'ri hayot tarzini qo'yish va to'g'ri dieta, ovqatlanish, hayot tarzi, uyqu siklini to'g'ri joyga qo'yish. Ikkinchi navbatda farmakologiya, ya'ni dorilar orqali davolash mumkin. Dorilar orqali davolangan payti migrenni davosini ikkita guruhga bo'lib olamiz. Birinchisi profilaktik davo chorasi, ya'ni to'g'ri lechina qilingan payti migrenni har oy bo'ladigan xurujlarni minimum darajaga tushirish yoki bo'lmasam xurujlarni bartaraf etish. Ikkinchisi bu ikkinchi qismi lechinani dorilar bilan bu og'riq payti, kuchli og'riq bo'lgan payti bemorlarning og'rig'ini yo'qotish. Sezganingizdek, bemorlarga og'riqni yo'qotishdan ko'ra uni profilaktik oldini olish juda muhim hisoblanadi. Keyingi davolash usuli bu hozirgi kunda chiqqan bu xirurgik usullar. Ko'pincha o'sha videoni boshida aytib o'tganimizdek, boshni qon tomirlarini ko'pincha 3 shoxli nervning tarmoqlari ta'minlaydi. O'sha tarmoqlarni denervatsiya qilish yoki boshqa operativ usullar orqali migrenda og'riq santirish choralarini ko'rish mumkin. Keyingi metodikalar bular ninoterapiya, massaj, shunga kabi boshqa bir xalq tabobati usullari orqali ham migrenga yaxshi, ancha samarali natijaga erishish mumkin. Endi videoni kulminatsion joyi. Migrenda qanaqa ovqatlar yoki qanaqa dieta qilish kerak? Iloji boricha kamroq xuruj chaqirilishi uchun. Birinchi navbatda bu ovqat ratsioni tarkibidan kofein va kofein saqlovchi moddalarni kamroq, iloji boricha chiqarib tashlash kerak. Ko'pchilik bilamiz, migrenning xurujini kofe provokatsiya, ya'ni chaqirishi, qo'zg'atishi mumkin. Ikkinchisi kofein saqlovchi moddalar, kakao bo'lishi mumkin, shokoladlar bo'lishi mumkin bo'lib, migren xurujlarini qo'zg'aydi. Uchinchisi konservalangan mahsulotlar.
ular tarkibidagi ayrim moddalar migrenni qo'zg'aydi. To'rtinchisi, kolbasa va kolbasaga o'xshagan yarim tayyor mahsulotlar ham migrenni qo'zg'aydi. Keyingi, haddan ortiq sho'r va achchiq ovqatlar ham migren xurujlarini qo'zg'aydi. Keyingi, iloji boricha kamaytirilishi kerak bo'lgan mumkin bo'lgan holatlar bular gazli ichimliklar va tarkibida energetiklar, taurin, kofein saqlovchi boshqa bir energetiklar ham tavsiya etilmaydi. Xo'p, endi ko'proq migrenda o'zi nima mumkin, nimani iste'mol qilsak bo'ladi? Birinchi navbatda boshqa bir sabzavot va mevalar iste'moli foydadan xoli bo'lmaydi. Xo'p, migrenni davolash uchun yuqoridagi aytib o'tgan metodikalarimizning har bittasi migrenni 100% davolaydi degan kafolat bermaydi. Har bitta metodikaning o'ziga yarasha ustunlik va salbiy tomonlari bo'lishi mumkin. Eng muhimi, bemorning holatidan kelib chiqib, bemorning ahvolidan kelib chiqib, bemorga to'g'ri yo'nalish va to'g'ri davo chorasini topa bilish bu meditsinaning alohida bir san'at darajasiga olib chiqqan qismlardan biri hisoblanadi. Siz va yaqinlaringizda migren bormi va siz migren xurujlarini qanaqa qilib davolaysiz? O'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiring. Sizning fikringiz biz uchun juda ham muhim. Siz bilan doktor Alimov va Vatan tibbiyot markazi bo'ldi. Sog'lig'ingizga bee'tibor bo'lmang. Sog'lik bu sizlarga eng qadrli ne'matlardan biridir.